Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari hamda viloyatimiz aholisi. Bugungi brifingda Sirdaryo viloyatida mehnat migratsiyasi sohasida amalga oshirilayotgan ishlar hamda xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolarimiz uchun yaratilgan imkoniyatlar va kelgusidagi rejalarimiz haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Avvalo, viloyatimizda mehnat migratsiyasi jarayonlarini tartibli, xavfsiz va qonuniy asosda tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Migratsiya agentligi Sirdaryo hududiy filiali tomonidan xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolarimiz bilan tizimli ishlar olib borilib, ularga xorijiy davlatlarda qonuniy mehnat qilish, ish beruvchilarning talablari va ish o'rinlari haqida batafsil ma'lumotlar berib kelinmoqda. Fuqarolarni xorijga ishga yuborishdan oldin ularga kasbiy tayyorgarlik va til ko'nikmalarini ham oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada viloyatimiz texnikumlarida hamda xususiy o'quv markazlari bilan hamkorlikda zamonaviy kasblarga hamda xorijiy tillarning koreys va nemis tillariga o'qitish ishlari kurslari yo'lga qo'yilgan. Buning natijasida fuqarolar nafaqat xorijda ishga joylashish, balki o'zlarining bilim va ko'nikmalarini ham oshirishga erishilyapti. Shu bilan birga xorijda ish beruvchilar ishtirokida onlayn va offlayn tanlovlar tashkil qilinib, ushbu tanlovlarda muvaffaqiyatli o'tgan fuqarolarimiz bilan xizmat ko'rsatish shartnomalari imzolagan holda tashkiliy tartibda xorijga ishga joylashtirish choralari ko'rilmoqda. Bugungi kunda migratsiya agentligining xorijiy davlatlar bilan mehnat geografiyasi ham sezilarli darajada kengayib bormoqda. Germaniya, Buyuk Britaniya, Italiya, Fransiya, Slovakiya, Sloveniya hamda Yaponiya va Koreya davlatlari bilan hamkorlik doirasida fuqarolarni kasbiy tayyorgarlik va ishga joylashtirish bo'yicha ishlar tizimli amalga oshirilmoqda. Shu o'rinda xorijda mehnat qilayotgan fuqarolarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilishga ham alohida e'tiborlar qaratilmoqda. Xorijda og'ir vaziyatga tushib qolgan fuqarolarimizni huquqiy maslahatlar, ishga joylashishda ko'mak, zarur hollarda vatanga qaytarish, vaqtinchalik yashash joyi bilan ta'minlash, moddiy va boshqa turdagi amaliy yordamlar ko'rsatilmoqda. Ya'ni fuqaro xorijga chiqib ketgandan keyin ham uning huquq va manfaatlari himoya qilish bo'yicha ishlar izchil davom ettirilmoqda. Migratsiya agentligi tomonidan xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirish istagida bo'lgan fuqarolarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida migratsiya jamg'armasi hisobidan xorijga ketadigan, tashkiliy tartibda ketadigan fuqarolarimizning bir qancha xarajatlari kompensatsiya ko'rinishida qoplab beriladi. Ya'ni xorijda ish.uz elektron platformasi orqali ro'yxatdan o'tgan fuqarolarimiz va tashkiliy tartibda xorijga ishga joylashgan fuqarolarimiz bu platforma orqali yoki bevosita filialga murojaat qilgan holda ushbu kompensatsiya turlaridan foydalanishlari mumkin. Hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarimiz xorijga ketishlaridan oldin migratsiya agentligiga bevosita murojaat qilgan holda o'zlarining hayotlari va sog'liqlarini sug'urta qilishlari mumkin. Shuningdek, xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolarimiz qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, qurilish, haydovchilik, tibbiyot va boshqa talab yuqori bo'lgan sohalarga tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Asosiy maqsadimiz fuqarolarimizni xorijga shunchaki ishlash uchun emas, balki kasb, hunar va til bilimiga ega, mehnat shartnomasi kafolatlangan huquq va manfaatlari himoyalangan munosib ish o'rinlariga joylashtirish. Shu bilan birga xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolarimiz bilan aloqalarni mustahkamlash, ularning muammolarini o'rganish va zarur hollarda amaliy yordam ko'rsatish borasida ham ishlar izchil davom ettirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.